Bugun sizlar bilan hayitga olgan podarkalarimni raspakovka qilamiz. Soch uchun sprey. Kiramiz. Krossovka so'rakana. Wow. Klassik parfyumeriyani bir qaynanam berdilar. Men birinchi marta ishlatib ko'raman. Men yosh ko'rgan rangda. Ham oshxona uchun. Mana buni onam berdilar. Akam va erimdan pullab buni nimaligini topinglar kommentariyada. Adam Alisa berdilar. Rosa kerakli farzandlarim uchun ham. Farzandlarim podarkasini ko'rishni oldi. Sizlar uchun ham tayyorlab qo'ygan surprizimni aytmoqchiman. Skidka tugagan kursimga yana bir marta skidka e'lon qilaman. Ya'ni sizlar 149 mingga meni eng zo'r kursimni sotvaselar bo'ladi. Odzivlarni o'zingizlar ko'rdinglar. Meni makiyajimni ham o'zingizlar ko'rgansizlar. Bu kurs uchun men juda ham ko'p mehnat qilib, tiniq formatda tushunarli bo'lsin deb sodda tilda tushuntirganman. Aniq bilamanki, har bitta sotib olgan o'quvchi точно o'rganadi. O'shaning uchun mana shu nomerlarga murojaat qilib turib, onlayn kursimni yana 3 kun skidkaga cho'zgani munosabati bilan sotvaselar bo'ladi. Ular uchun berilgan kiyimlar, buni hozir как раз kiyib ketaman. Troyka ekan hammasi. Ham Muhammadga krossovka ashyoga va o'g'limga ham krossovka. Tashqari har xil o'yinchoqlar va mana bunaqa qarmoq bilasizlar, adam ribalkaga qiziqadilar. Endi o'g'lim birga chiqadi adam bilan ribalkaga. Va mana bunaqa naskilar. Menimcha hayit oyog'imda hamma naski podarka qiladi. Farzandlarim uchun yana kiyim olib, idishchalar ham bor.